Hammaga salom, sizlar bilan bugungi videoda biz QWERTY degan serverni ko'rib chiqamiz. Bu serverda wipe bo'lib o'tdi. Endi o'yinchilar bir xil sharoitdan kuchayishni boshlashadi. Siz mazza qilib o'ynashga hozir ayni payt. Mana IP'si kiring va vaqtingizni joy o'tkazing. IP kiringlarda va video ostida. Xo'p, serverda nimalar bor? Boshlanishga ajoyib spawn, hamma yerda frozdev ketgan. Mayli. Endi serverda minuslari umuman yo'q. Laglar, buglar yo'q. Eng muhimi esa bayda cheaterlar yoki softwarelar yo'q. Siz mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Xo'p, PvP arena. Bu yerda o'yinchilar PvP qilishadi. Har xil PvP chestlar va eng muhimi airlar bo'ladi. Airship time deyishingiz mumkin. Mana. PvP chest 10,000 minutdan keyin, 10,000 sekunddan keyin bo'larkan. Xo'p, bu yerning admini kim? Joha ekan. Bu yerda regionlar bor. Ko'rishingiz mumkin. 5 ga 5, 15 ga 15, 10 ga 10 va 3 ga 3. Serverga hozir kiring va vaqtingizni joy o'tkazing. IP bu aytganimdek video ostida, kommentariyada va ekranlarda chiqib turibdi. Agar sizda birorta muammo bo'lsa yoki cheaterlar bo'lsa, mana shu lichkaga yozasiz. Mana shu mana shu lichkaga yozasizlar. Endi xo'p, bu yerda o'yinchilar noldan kuchlar ekan. Endi yana birorta afzalligi bormi desalar, ha. Bu server hech kimdan chopilmagan va chopilmaydi ham. Mana ranglarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib ranglar. Hattoki kit desangiz ruxsat yo'q mana. Kit ola olmaysiz. Bu endi minuslardan bittasi. Oddiygina minus. Va mana Joha aka. Kelim salom. Yo'q. Oddiy salom qilib qo'ying. Tugayapti-ku vid. Mayli, ertipi. Bu yerda siz mazza qilib sakrab. Nima balo bo'ldi? Yo, bu ertipi emas, bu mazza qilib mashina qilib sakragan zo'r server. Voy bo'la. Mazza qilib sakraysiz, batutda uchayotgandagi detiski bo'lib. Ender portal scrollmaysiz deyaptimi, nima deyapti? Mayli, hammaga xayr bo'lsin. Sizlar bilan Shohruxboy bo'ldi. IP kiringlarda va video ostida bo'ladi. Videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Yana nimalar qo'shish kerak?